Bir ayol radioga jonli efirda qo'ng'iroq qildi. Yaratganga shukrona keltirib, Alloh menga berayotgan har bir kun uchun rahmat aytmoqchiman. Qiyinchiliklar bor, ikkita farzandning yolg'iz onasiman. Ishimdan ham bo'shatishdi. Pulim deyarli qolmadi, lekin chin yurakdan ishonamanki, bu sinovlar evaziga Yaratgan meni siylaydi. U har onda men uchun qayg'uradi va men undan minnatdorman. Radioni eshitayotgan bir ateist millioner yordamchisiga buyurdi: "Mana shu ayolni top va unga sifatli oziq-ovqatlar, farzandlariga qimmatbaho o'yinchoqlar va $100,000 hadya qil. Eng asosiysi, hadyaning egasini so'raganida shayton deb javob ber." Yordamchi ayolni topib, unga sovg'alarni taqdim qildi. Ayol juda xursand, yordamchiga tashakkurlar aytib, Allohga hamd va sanolar keltirardi. Yordamchi esa: "Bu hadyalarni kimdan keltirganimni bilasizmi? Qiziqsangiz aytaman", dedi. Ayol: "Buning unchalik ahamiyati yo'q, chunki Alloh buyursa, shayton ham unga bo'ysunadi", deb javob qildi. Videoni yaqin insoningiz bilan baham ko'ring.